Barchaga assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi darsimiz genetik terminologiya mavzusining 3-qismi hisoblanadi. Demak, o'rtoqlar, bugungi darsimizda sizlar bilan bir nechta terminlarni ko'rib chiqamiz va ulardan birinchisi bu heterozigotalikning yo'qolishi hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda, o'rtoqlar, LOH, ya'ni loss of heterozygosity deb ataladi, o'rtoqlar. Ya'ni adabiyotlarda LOH ko'rinishda kelishi mumkin. Xo'p, nima degani o'rtoqlar? O'z nomiga muvofiq tushunib turibsiz. Ya'ni katta A va kichik A deb yozadigan bo'lsak, mana shu heterozigotlarni keyinchalik ikkita zarbadan so'ng o'zini aytaylik vazifasini bajaruvchi xususiyatini yo'qotish, ya'ni heterozigotalikning yo'qolib qolishi hisobiga kechadigan jarayon hisoblanadi. Hozir buni batafsil tushuntiraman. Xo'p, heterozigotalikning yo'qotishi mana bu yerda e'tibor qiladigan bo'lsak, genning bir nusxasi va uning atrofidagi xromosoma qismi yo'qolganda yuzaga keladigan genetik anormallik hisoblanadi va bu saraton rivojlanishida keng tarqalgan hodisalardan biri hisoblanadi. Nima uchun? Misol uchun o'rtoqlar, mitoz mavzusida ham gaplashgandik. Hujayrani haddan tashqari tez bo'linib ketishini yoki aytaylik bizga zararli bo'lgan hujayrani bo'linishdan to'xtatishini ta'minlab berib turadigan turli xil oqsillar bor. Mana shu oqsillarni hosil bo'lishida qanaqadir anormallik, buzilish paydo bo'ladigan bo'lsa yoki mana shu heterozigotalikning yo'qolishi hisobiga ma'lum bir ana shu o'sma hosil bo'lishini kontrol qilib turadigan oqsilni rivojlanishiga to'sqinlik bo'ladigan bo'lsa, albattaki insonda o'sma rivojlanadi, ya'ni saraton rivojlanib qolishi mumkin. Aynan mana shu jarayonlarda, ya'ni bemorda o'sma kelib chiqishiga sabablardan biri bu heterozigotalikning yo'qolishi sabab bo'lishi mumkin. Va bu qanday bo'ladi? Hozir batafsil ko'rib chiqamiz. Xo'p, heterozigotalikning yo'qolishini mexanizmini ostida o'rtoqlar ikki zarbali gipoteza yotadi. Nima degani o'rtoqlar? Ikki zarbali gipotezada birinchi va ikkinchi zarba bo'ladi. Birinchi zarba bu fenotipik xususiyatni namoyon qilmaydi, ya'ni bemorda aytaylik sog'lom allel bo'lganligi uchun oldida kasallik yuzaga chiqmaydi. Qachonki ikkinchi allelda, ya'ni mutatsiya bo'lmagan ikkinchi sog'lom allelda ham aytaylik ikkinchi zarba sifatida qanaqadir deletsiya, eliminatsiya, ana shu xromosomada qanaqadir buzilish paydo bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi zarba sifatida qabul qilinadi va ana shundagina kasallik yuzaga chiqishi mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda e'tibor qiladigan bo'lsak, mana bu yerga chizib ko'rsataman. Mana bu ikkita allel, bir-biriga allel bo'lgan juftlik. Buni katta, buni ham katta deb tasavvur qilaylik. Bu sog'lom insondagi allellar. Hop, ba'zi insonlarda mutatsiya hisobiga birinchi zarba bo'ladi, ya'ni birinchi zarba sifatida mutatsiya hosil bo'ladi va mana shu ikkita allelni bir-biriga allel bo'lgan genlarni mana bu qismida, ma'lum bir lokusida yoki ma'lum bir qismida aytaylik birinchi mutatsiya sodir bo'ldi. Nima bo'ladi? Natijada o'rtoqlar dominant gamazigotamiz, hop aytaylik, heterozigota holatga o'tadi. Chunki kichkina A'imiz o'rtoqlar bu yerda ana shu mutatsiya hisoblanadi. Katta A'imiz dominantlik qilib sog'lom. Demak, heterozigota holatda kasallik keltirib chiqmayapti. Chunki dominantlik belgi bor, ustunlik qilyapti va insonda kasallik kelib chiqmayapti. Endi esa o'rtoqlar bu yerda ikkinchi zarba sifatida, xuddi shuni yana qayta chizaman, qaranglar. Ikkinchi zarba sifatida mana bu mutatsiyamiz bor edi allelda. Ikkinchi zarba sifatida o'rtoqlar mana bu sog'lom allelda, mana ko'rib turgan sog'lom allelni ma'lum bir qismi eliminatsiya yoki deletsiya bo'lishi kerak. Ana shu joyda mutatsiya sodir bo'lishi kerak bo'ladi. Mana bu joyni o'chirib qo'yaman. Tasavvur qiling, deletsiya bo'ldi. Ya'ni ikkinchi sog'lom allelda ma'lum bir qismi tushib qoldi. Ya'ni o'chib ketdi. Endi esa o'rtoqlar qarang. Bu yerda birinchi zarbamiz bizda o'rtoqlar mana bu bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi zarba mana bu yerdagi deletsiya hisobiga bo'lyapti. Natijada o'rtoqlar heterozigotalikning yo'qolishi namoyon bo'lyapti. Chunki ko'rib turibsiz, mana bu katta A ham shikastlanyapti, deletsiya bo'lib, natijada katta A yo'qolib ketyapti, kichkina A da o'zi qolyapti. Albattaki bu nima? Kasallik keltirib chiqarishi mumkin ekan va bu o'rtoqlar ko'proq mana shu o'sma rivojlanishida ahamiyatli hisoblanar ekan. Ularga retinoblastoma, Lee-Framan sindromi, Lynch sindromi kabi kasalliklarni misol qilish mumkin. Lynch sindromini asosida o'rtoqlar kolorektal kanser yotadi, ya'ni ichak tizimidagi rak hujayralari rivojlanishi, ya'ni to'g'riroq qilib aytganda ichaklardagi o'sma kasalliklarni tushunishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni qisqacha qilib aytganda heterozigotalikning yo'qolishida ikki zarbali gipoteza ishlaydi. Birinchi zarba ishlaganda o'rtoqlar ikkinchi sog'lom allel borligi uchun kasallik kelib chiqmaydi. Qachonki ikkinchi zarba sifatida sog'lom allelda deletsiya, mutatsiya, eliminatsiya sodir bo'ladigan bo'lsagina, keyin esa mana bu dominant yo'qotgandan so'ng haligi resessiv gen bilan birgalikda bemorda qanaqadir o'sma kasalligi yuzaga chiqishi mumkin. Bu nimani hisobiga dedik? Albattaki ana shu kasallikni oldini olish uchun ishlab turadigan ma'lum bir oqsilni shikastlanish hisobiga bo'ladi. Ana shu oqsil
aytaylik hujayrani tez bo'linib ketishini yoki zararli hujayraning ko'payishini oldini olib turadigan hujayra bo'ladigan bo'lsa, ana shu hujayrani shikastlanish hisobiga hujayrani tartibga solish, DNKning ko'payishini tartibga soluvchi oqsil bo'lmagani uchun bemorlarda o'sma kasalliklari yuzaga chiqar ekan. Keyingi terminimiz o'rtoqlar dominant negativ mutatsiya. Hop, dominant negativ mutatsiya nima degani? Bu boshqa oqsilning normal faoliyatiga xalaqit beradigan oqsil hosil qiladigan genetik mutatsiya hisoblanadi. Bu mutant oqsil boshqa hujayra komponentlari bilan bog'lanish uchun normal oqsil bilan raqobatlashganda sodir bo'lar ekan. Ya'ni nima degani o'rtoqlar? Mana bu rasmga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, mana bu yerda gamazigota holatda, bu heterozigota holatda turibdi. Nima degani? Bu gamazigota holatda sog'lom, bu heterozigota holatda tashuvchi, qo'pol qilib aytganda ana shu aytaylik ma'lum bir sifatsiz oqsil ishlab chiqaradigan genni tashuvchi ichida nimasi bor, geni bor, ma'lumoti bor, informatsiyasi bor. Gamazigota holatda normal ikkita oqsil hosil bo'lyapti va bu qo'shilib ma'lum bir oqsilni hosil qilyapti, ya'ni ikkilamchi oqsilni hosil qilyapti. Va keyinchalik esa bu mana bu yerda wild type protein, ya'ni wild type degani o'rtoqlar normal proteinni tushunishingiz kerak bo'ladi. Yovvoyi protein demoqchi bo'lyapti, ya'ni hech qanaqa o'zgarishga uchramagan sog'lom oqsil hosil bo'lyapti. Heterozigota holatda esa o'rtoqlar ko'rib turganingizdek, mana bu yerda kichkina a'si bor edi bizga heterozigota holatda-ku. Ya'ni qanaqadir mutatsiyasi bor, ya'ni nosog'lom oqsil haqida informatsiya tutgan qismi bor. Endi bu yerda bir tarafdan sog'lom oqsil, bir tarafdan mana shu kasal oqsilni, kasal produktni hosil qilyapti va bular bir-biriga qo'shilib mana bunaqa ikkilamchi oqsilni hosil qiladi va keyinchalik bular o'rtoqlar nima qilyapti? Ikki xil bitta turdagi wild type, ya'ni sog'lom, normal oqsil hosil qilyapti, ikkinchisi o'rtoqlar mutant. Ya'ni mutatsiyaga uchragan oqsilni hosil qilyapti. Chunki nima bor? Tarkibida mana bu mutatsiyaga uchragan oqsili bor. Endi esa o'rtoqlar dominant negativ mutatsiyani asosida nima yotadi desangiz o'rtoqlar, mana bu hosil bo'lgan mutant protein, ya'ni kasallangan, mutatsiyaga uchragan oqsil mana bu sog'lom oqsilga ta'sir qilib qo'yadi. Natijada bu sog'lom oqsilni normal xususiyatini ham bo'g'ib qo'yadi. Demak, o'rtoqlar, buni biz dominant negativ mutatsiya deb ataymiz ekan. Keyingi terminimiz bu o'rtoqlar mozaitsizm hisoblanadi. Hop, mozaitsizm nima? Mozaitsizm bu odamda turli xil genetik ma'lumotlarga ega bo'lgan bir nechta hujayralar to'plami mavjud bo'lgan holat hisoblanadi va u tanadagi har qanday turdagi hujayralarga, misol uchun qon, teri, tuxum, urug' hujayralar va boshqa somatik hujayralarga ta'sir qilishi mumkin bo'ladi va insonda aytaylik noodatiy hujayraviy jarayonlar paydo bo'ladi. Misol uchun, qo'pol qilib aytganda, yosh bolalarda erta soqol chiqishi, misol uchun. Hali u o'smir yoshiga ham yetmaydi, lekin soqol, soch tuklar ko'payib ketishi. Bu ham aytaylik mozaitsizmning bir turi hisoblanadi. Yoki mana ko'rib turganingizdek, tanada turli xil kofe-simon rangli bir tomonda nima hosil bo'lyapti? Somatik mozaitsizm hisobiga dog'lar hosil bo'lyapti. Bu ham mozaitsizmning bir turi hisoblanadi o'rtoqlar. O'zi umuman olganda mozaitsizmni ikkita guruhga bo'lib bo'lganamiz: somatik mozaitsizm hamda gonadal yoki embrional mozaitsizm deb bo'lamiz. Germline va gonadal ham deb ataladi. Embrional mozaitsizmning ikki xil, uch xil nomi bor. Hop, somatik mozaitsizm degani nimani tushunamiz? Tasavvur qiling, tuxum hujayralari bilan urug' hujayra qo'shilgandan so'ng hosil bo'lgan homilada qanaqadir organlarda o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, mutatsiya bo'ladigan bo'lsa, biz buni somatik mozaitsizm deymiz va bu keyingi avlodga o'tmaydi. Lekin embrional mozaitsizmda gonadal yoki germline ham deymiz dedik. U jinsiy hujayralarda o'zgarish, mutatsiya sodir bo'layotganligi uchun keyingi avlodga o'tadi o'rtoqlar. Ya'ni bir tarafdan onadan, bir tarafdan otadan oladi. 50% ma'lumotlarni qo'pol qilib aytganda, ana shu ma'lumotlar asosida keyingi avlodda yarmi mozaitsizmga uchragan kasal mutantlangan, yarmi sog'lom bo'lib tug'ilishi mumkin. Mana shu holatlarda biz embrional mozaitsizm deymiz. Hop, qaytarib o'taman, somatik mozaitsizm bu tuxum va urug' hujayra qo'shilgandan so'ng hosil bo'lgan homiladagi organlarning ma'lum bir qismida bo'ladigan mutatsiyalar hisobiga kechadigan mozaitsizm hisoblanadigan bo'lsa, embrional mozaitsizmni biz germline ham dedik, ya'ni jinsiy mozaitsizm, ya'ni jinsiy hujayralarda, ya'ni mana bu yerda yozyapti, reproduktiv hujayralarda bo'lganligi uchun keyingi avlodga o'tadi. Chunki u avval bo'lgan, ya'ni tuxum hujayra bilan urug' hujayra qo'shilishdan avval ana shu embrional mozaitsizm bo'lganligi uchun keyingi avlodga ham o'rtoqlar bu mozaitsizm xususiyati berilishi mumkin. Bu yerda somatik mozaitsizm sifatida McCune-Albright sindromi ko'rsatilgan. Mana shu bemorlar ko'rishingiz mumkin, tanasining yarim qismida o'rtoqlar kofe-simon, kofe dog'lari deb qo'yadi. Kofega o'xshash deb qo'ygan, kofe rangida deb yozgan. Mana shunaqa rangli dog'lar hosil bo'lyapti. Tananing bir tomonida, bir yarimida hosil bo'lyapti o'rtoqlar.
Navbatdagi terminimiz o'rtoqlar bu heterogenlik hisoblanadi. Hop, heterogenlikni ikkita asosiy yirik guruhga bo'lib o'rganamiz, lekin ba'zi adabiyotlarda 3 ta guruh qilib ko'rsatadi. Ya'ni klinik heterogenlik ham beradi. Uni ikkinchi nomi fenotipik heterogenlik ham deb ataladi. Unga to'xtalish juda ham muhim emas, lekin qisqacha aytib o'taman. Hop, allel heterogenlik bu bir lokusdagi turli xil mutatsiyalar hisobiga bir xil kasallikka sabab bo'lishi. Lokus heterogenlik esa turli xil lokuslardagi mutatsiyalar bir xil kasallikka sabab bo'lishi tushuniladi. Hop, har ikkalasida ham bir xil kasallikka sabab bo'lyapti, lekin biri bitta lokusda har xil mutatsiya hisobiga, ikkinchisi ya'ni lokus heterogenlikda turli xil lokuslardagi mutatsiyalar hisobiga kelib chiqyapti. Klinik yoki fenotipik heterogenlik nima deganda, bu ana shu bemorda ma'lum bir genida mutatsiya sodir bo'ladi, lekin turli xil fenotipik xususiyatlarni namoyon qiladi. Ya'ni bitta kasallik turli xil fenotipik xususiyat, ya'ni fenotipik patologiyalarga sabab bo'lishini biz klinik yoki fenotipik heterogenlik deb atashimiz mumkin ekan. Hop, bir lokusdagi turli xil mutatsiyalar hisobiga deganda nima tushunamiz? Misol uchun mana bu oqsil bo'ladigan bo'lsa, aytaylik, mana shu oqsilni mana bu qismida lokus deymiz, mana shu bitta joyini lokus deymiz. Mana shu lokusning o'zida o'rtoqlar bir nechta turli xil mutatsiyalar bo'lishi mumkin. Misol uchun A turdagi, B turdagi, C turdagi, D turdagi yozib qo'yaman. B, C, D. 4 xil turdagisini yozdim. Bitta lokusi turli xil mutatsiya bo'lyapti. Hammasi har xil bir-biriga nisbatan va bitta kasallikka sabab bo'lyapti. Hammasi bitta kasallikka sabab bo'lyapti. Bitta kasal, bir xil kasallikka sabab bo'lyapti. Yoki aytaylik, lokus heterogenlik nima? Lokus heterogenlikda o'rtalar qaranglar, bu xromosom bo'ladigan bo'lsa, hop, lokuslar ko'p endi. Turli xil lokuslarda deyapti. Tasavvur qiling, mana turli xil lokuslarda deyapti. Nima demoqchi bo'lyapti? Ya'ni turli xil lokuslardagi mutatsiyalar hisobiga bir xil kasallik sabab bo'ladi. Misol uchun bunda A, bunda B farqi yo'q. Ya'ni hammasida har xil mutatsiya sodir bo'lyapti, lekin baribir oxir-oqibat bu ham bitta kasallikka sabab bo'lyapti o'rtoqlar. Ya'ni lokus heterogenlik bu xromosomadagi turli xil lokuslardagi aytaylik mutatsiyalar hisobiga bitta kasallik yuzaga chiqayotgan bo'lsa bir xilda, allel heterogenlik esa bir xil bittagina lokusning ichida turli xil mutatsiyalar hisobiga yana bitta o'sha kasallikka sabab bo'lishi tushuniladi. Bularga misol uchun allel heterogenlikka beta talassemiya, alkoptonuriyani olishimiz mumkin, lokus heterogenlikka albinizm, retinitis pigmentosa, oilaviy giperxolesterinemiya kasalliklarini misol qilib ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Demak, navbatdagi terminimiz bu heteroplazmiya hisoblanadi o'rtoqlar. Heteroplazmiya nima? Hop, heteroplazmiya bu hujayra yoki organizmda bir nechta turdagi mitoxondriyalarni mavjudligi. Ya'ni nima degani bir nechta turdagi? Ham kasal, ham sog'lom, ya'ni mutantlangan mitoxondrial DNK yoki mutantlanmagan sog'lom mitoxondrial DNKlarda hop mavjudligi heteroplazmiya deb ataladi. Gomoplazmiya degani to'liq kasal bo'lishi mumkin bo'ladi. Ana shuni biz gomoplazmiya deyishimiz mumkin bo'ladi. U irsiy yoki somatik mutatsiyalar tufayli yuzaga kelishi mumkin ekan. Hop, nima degani o'rtoqlar? Qaranglar. Mana bu slaydga o'tadigan bo'lsak, mitoxondrial DNKda heteroplazmiya jarayonida qarang. Onada o'zi bilamiz, mitoxondrial kasalliklarda faqatgina onadan o'tadi. Ya'ni ona mitoxondrial kasallikka duchor bo'lgan bo'lsa, barcha farzandlari mitoxondrial kasallikka hop chalinadi. Bu aniq ko'rsatkich. Lekin ota mitoxondrial kasallikka chalingan bo'lsa, lekin ona sog'lom bo'lsa, hech qaysi farzandga mitoxondrial kasallik o'tmaydi. Bunga sabab nima desangiz, o'rtoqlar? Tuxum va urug' hujayra qo'shilganda otadan ma'lum bir narsalar o'tadi, ma'lum bir qismlar, onadan ma'lum bir qismlar o'tadi. Ana shu jarayonda mitoxondriyalarimiz o'rtoqlar, bizning mitoxondriyalarimiz barchamizni faqatgina onadan o'tar ekan. Ya'ni mitoxondriyalarda bola onadan olganligi uchun onada kasallik bo'lsa bo'ladi, kasallik bo'lmasa bo'lmaydi, chunki otaning mitoxondriyasi bolalarga o'tmas ekan. Endi tasavvur qiling, mana bu mitoxondriya onaniki tarkibida mutant matritsali, ya'ni mitoxondrial DNK ham bor va wild type, ya'ni sog'lom, normal mitoxondrial DNKlar bor. Keyingi avlodda normal fenotipga ega bo'lgan, lekin tarkibida kasallangan mitoxondriyalar tutgan getoplazmiyalik hujayralar ham bor, bolalar, va mutant fenotipda esa o'rtoqlar to'liq, mana ko'rib turibsiz, bu yerda normal mitoxondriyalar juda ham kam, lekin ko'proq kasallangan mutant mitoxondrial DNKlar ko'p bo'lganligi uchun o'rtoqlar bular to'liq kasal hisoblanadi. Ya'ni mutant fenotipga ega. Ya'ni qarang o'rtoqlar, nima demoqchi bo'lyapman bu yerda? Ona qandaydir mitoxondrial kasalligiga ega, lekin u heteroplazmik xususiyatga ega, ya'ni fenotipik xususiyat namoyon qilmagan. Ya'ni fenotipda kasalligini ko'rmaysiz. Ona sog'lomga o'xshab ko'rinyapti. Lekin hujayrasida mana shu kasallangan mutant mitoxondrial DNKlari bor. Shu onadan bolaga o'tayotgan vaqtda to'liq sog'lom o'tishi mumkin.
bitta turi bu wild type, ya'ni sog'lom mitoxondrial DNKga ega bo'lgan gomoplazmik hujayra hisoblanadi. Ya'ni to'liq sog'lom. Bu oxiridagisini qaraydigan bo'lsangiz, bundan bularning farqi o'rtoqlar to'liq kasal, ya'ni mutant, ya'ni to'liq mutatsiyalangan mitoxondrial DNKga ega bo'lgan gomoplazmiya deb ataladi. Ya'ni gomoplazmiya deganda sog'lomi bor ekan, kasali bor ekan. Endi bularning o'rtasidagilar hammasi heteroplazmiya deyiladi. Nimaga? Hetero har xil degan. Birida mutantlari ko'p, birida sog'lomlari ko'p. Sog'lomlari ko'plar o'rtoqlar fenotipik normal bo'ladi. Mutantlari ko'plari o'rtoqlar ham genotipik, ham fenotipik kasal bo'ladi. Bular genotipik kasal bo'lishi mumkin, lekin fenotipik jihatdan sog'lom bo'lar ekan. Nima uchun? Chunki normal mutatsiyaga uchramagan mitoxondriyalar soni kasallangan mutatsiyaga uchragan mitoxondrial DNKlar sonidan ko'proq ekan o'rtoqlar. Xo'p, mana bu soatga qaytamiz o'rtoqlar, buni tushundingiz. Ya'ni aytib o'tganimdek, mitoxondrial kasalliklar faqatgina onadan bolaga o'tadi. Ota kasal bo'lsa bolaga o'tmaydi. Shuning uchun bu chizmani ham eslab qolishingiz kerak bo'ladi. Mana bu to'rtburchak ota bo'ladigan bo'lsa, ko'rib turganingizdek, mana bu yumaloq ona. Ona mitoxondrial kasallikka chalingan. E'tibor qiladigan bo'lsangiz, har to'rala farzandi qora rangda ko'rsatilgan. U xoh o'g'il bo'lsin, xoh qiz bo'lsin, hammasi mitoxondrial kasallikka chalingan o'rtoqlar. Chunki ona mitoxondrial kasallik bilan kasallangan. Ota esa sog'lom. Har bitta kasal bolaga sog'lom qiz yoki erkak nima qilyapti? Turmush quryapti birgalikda. Mana bu o'g'il, kasal o'g'il bilan misol uchun ma'lum bir qiz turmush quryapti. Bularning farzandi. Qiz sog'lom bo'lgancha keyingi farzandlar barchasi sog'lom o'rtoqlar. Ota kasal bo'lgani bilan. Keyinchi mana bu yerda ko'rib turganingizdek, qiz kasal bo'lgan, onasidan qiziga o'tgan bu yerda. Endi bu sog'lom bola bilan turmush quryapti, lekin baribir bolalar nima kasal bo'lib qolyapti. Chunki onadan o'tyapti, qizdan o'tyapti-da. Bu yerda xuddi shu gap yana o'g'li kasal, kelini sog'lom farzandlar. Qizi kasal, kuyovi sog'lom. Albatta bolalar hammasi kasal tug'ilar ekan. Qaytarib o'taman o'rtoqlar, bu juda ham hayot ma'lumot. Mitoxondriya kasalliklar va mitoxondriyani umuman mitoxondriya xususiyati faqat onamizdan bizga o'tar ekan. Shuning uchun onamiz sog'lom bo'lsa, albattaki barchamiz mitoxondrial kasallikka chalinmaymiz degani ekan. Va oxirgi terminimiz o'rtoqlar uniparental disamiya hisoblanadi. Uni degani bir taraf degani, parental degani ota-ona degani, bilamiz. Ya'ni nima demoqchi bo'lyapti? Bir ota yoki onalik disamiyasini uniparental disamiya deymiz. Ya'ni bu genetik kasallik hisoblanib, onadan yoki aytaylik bolaga, birinchi avlodga yo otadan, yo onadan to'liq o'tib ketadi. Ya'ni onadan ham otadan ham olish kerak-ku, nimalarni? Nusxalarni. Lekin faqatgina ota-onadan bir tarafdan olganligi uchun, ya'ni yo faqat otani o'zinikini oladi, yo faqat onani o'zinikini olib qo'yganligi uchun bu uniparental disamiya deb ataladi. Bu ota-ona urug' chizig'ida meyoz jarayonida bir juft xromosoma to'g'ri ajralmaganda sodir bo'ladi va ko'p holatlarda fenotipi sog'lom ham bo'lishi mumkin o'rtoqlar. Hop, uniparental disamiyani ikkita guruhga bo'lib o'rganamiz. Heterodisamiya va izodisamiya. Qaranglar, meyoz 1 da ajralish buzilsa, bu heterodisamiya, meyoz 2 da ajralish buziladigan bo'lsa, izodisamiya deb ataladi. Misol uchun, meyoz 1 da non-disjunction, ya'ni ajralish buzilyapti. Qani? Mana bu ota, mana bu ona deb tasavvur qiladigan bo'lsak, mana meyoz 1 da ikkalasi mana bu joyga taqsimlanish kerak edi. Lekin nima bo'ldi? Taqsimlangani yo'q. Buni o'chirib boraman. Taqsimlanmadi, ya'ni taqsimlanish buzildi. Yo otadan, yo onadan bir tarafga o'tib qoldi. O'tib qolish hisobiga o'rtoqlar mana taqsimlanish yo'q. Natijada mana bu joyda ham mana ko'rib turibsiz, gametalar tushmayapti. Xromosomalar mana bu joyda meyoz 2 da normal taqsimlanyapti, lekin bu yerda heterodisamiya sodir bo'lyapti. Ya'ni juft holatda keyingi avlodlarga o'tkazilyapti. Bu yerda esa yo'q o'rtoqlar. Buni biz heterodisamiya deb ataymiz. Hop, meyoz 2 da ajralish buzilsa nima bo'ladi? Mana ko'rib turganingizdek, ota-onaniki bor, meyoz 1 normal kechgan, to'g'ri taqsimlangan, lekin meyoz 2 dachi? Meyoz 2 da mana bu tarafi normal kechgani, lekin mana bu tarafida bir tomonga o'tib qolgan. Bir tomon bo'sh. Buni biz o'rtoqlar izodisamiya deb ataymiz. Bu o'rtoqlar bunday kasalliklarga Angelman va Prader-Willi sindromlarini misol qilishimiz mumkin. Misol uchun Angelman kasalligi sindromi faqat qizlarda uchraydi va faqatgina onanikini olganda uchraydi. Prader-Willida esa faqat otaniki o'tganda kasallanish sabablari yuzaga chiqishi mumkin. Endi bu Angelman va Prader-Willi sindromlarini o'rtoqlar imprinting kasalliklarini misol tariqasida o'sha mavzuda batafsil o'rganamiz. Sizga tushuntirmoqchi bo'lgan narsamiz mana shu qisqacha, ya'ni uniparental disamiya deganda biz ota-onasining biridan faqat u ota-onani biridangina ma'lumotlarni olishini biz
uniparental, ya'ni uni degani bir tomon. Bir tomondan to'liq olganlik uchun biz uniparental disemiya deb ataymiz ekan va bu getrodisemiya, izodisemiyaga bo'linar ekan. Demak o'rtoqlar, bugungi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'ling.